Biz yaqinda farzandlarim bilan Malayziyaga sayohatga bordik va aynan mana shu sayohatda bir narsani tushundim. Farzandlarim odatdagi sayohatimizdan farqli o'laroq bu safar o'zlarini ancha erkin tutishdi. Ayniqsa ingliz tilida muloqotda ancha erkin bo'lishdi va o'zlarini yo'qotib qo'yishmadi. Hattoki mehmonxona xodimlari bilan qisqa muloqotga ham, dialoglarga ham kirishdi. Hadicha bonim Muhammad Yusuf, Malayziya sayohatimizda ingliz tilidan qiynalmadinglar? Yo'q, oldingi sayohatimizda anglizlikni yaxshiroq tushundik va gaplashishni yaxshiroq. Hattoki ertaklar bo'ldi ingliz tilida va ular bu ertaklarni tushunib bizga gapirib berishga ham harakat qildi. Va shunda bir narsani tushundim. Demak, bilim faqatgina daftar va kitobda qolib ketmadi, balki ularning qalbiga, yuragiga va miyalariga singdi. Demak, biz to'g'ri maktabni to'g'ri vaqtda tanlabmiz. Hurmatli ota-onalar, ayni kunlarda 4-chorak boshlandi va bu siz uchun yaxshi imkoniyat. Farzandingizni ushbu chorak oxirida ham maktabga berishingiz mumkin. Chunki sentyabrgacha u moslashuv jarayonidan o'tadi va yangi o'quv yiliga tayyorlanib boradi. Agar siz mening nomimdan murojaat qilsangiz, aynan sizning farzandingiz uchun transport vositasiga 50% chegirma bo'ladi. Seven School bu ilmga sodiq insonlar uchun tanlangan maktab.